7 oylik qizim bilan yarim kunim qanaqa o'tishini ko'rsatganman bu videoda. Har kuni video olaman deyapman, lekin orqaga surilib ketyapti. Shuning uchun obed bo'lishiga qaramasdan videoni boshladim. Birinchi o'rinda kartoshka, sabzi, go'sht, piyozlarni qizimga pishirishga qo'yib qo'ydim. Bu orada o'zimizga ovqat qilishni boshladim. Nima ovqat qilay desam bilmayman deganlar uchun o'zim ham bilmasdan ovqat qilishni boshlab, oxirida ovqatim makaronga aylanib ketdi. Bu orada qizim kirmoshinani kir yuvishini tomosha qilib, ozgina yotdi, uyqusi keldi deb o'ylab uxlatishga harakat qilsam, uxlamadi. Keyin ovqatini pishib chiqqan ekan, olib idish tovoqlarni yuvib, ovqatimga makaron soldim, yana uxlatishga harakat qildim va uxlamadi. Keyin ovqatini olib, solib, sovutib, qizimga yedirishni boshladim. Kartoshka, sabzilarni shundayligicha qizimga yediryapman, blender qilmayapman, lekin go'sht, piyoz va ozgina supini blender qilib ichirdim. Bu orada o'zim ham ovqatlanishga ulgurdim. Keyin qizimni hamma joyi yomon bo'lib ketganda cho'miltirdim. Qarasam bular klubnika ko'tarib ketdilar. Bularga ham ovqat solib berdim va qizimga yangi kiyimlarini kiydirib, uxlatishga yotqizdim. Qizim uxlayotganda klubnika yedim, ozgina namoz o'qib, Qur'onimni o'qishga o'tirdim. Qizim birpasda uyg'ondi. Bu men yarim kunim edi, hali oldinda hammom, oshxonalarni tozalashim kerak, kirlarni ilishim kerak. Xullas, ishim juda ham ko'p. Menga podpiska bo'linglar, keyingi videolarim bundan ham qiziq bo'ladi.